Yurtimizda iqtidorli yoshlarni saralash va ularni dunyoning eng nufuzli universitetlariga tayyorlashga qaratilgan yangi ta'lim modeli sinovdan o'tkazilmoqda. Alberuni nomidagi xalqaro maktab internatiga asosiy qabul imtihonining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bir o'rin uchun qariyb 40 nafar nomzod da'vogarlik qilayotgan ushbu maktab nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro ta'lim tizimi uchun ham o'ziga xos loyiha sifatida e'tirof etilmoqda. Imtihon jarayonidagi raqobat va ushbu ta'lim muassasasining o'ziga xos jihatlari haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Imtihon boshlanishiga hali vaqt bor, ammo bu yerdagi yuzlab o'quvchilar uchun bugungi kun oddiy sinov emas. Ulardan har biri mamlakatimizdagi eng sara ta'lim muassasalaridan biri Alberuni nomidagi xalqaro IB maktab internatiga kirishni maqsad qilganlardan. Bu yil maktabga respublika bo'ylab 2250 nafar nomzod hujjat topshirdi. Natijada har bir o'rin uchun o'rtacha 40 nafardan ortiq talabgorlar raqobatlashmoqda. Saralash bosqichidan eng yuqori natija qayd etgan 600 nafar o'quvchi bugungi asosiy qabul imtihonida ishtirok etmoqda. Yakunda esa ularning faqat 60 nafari davlat granti asosida o'qish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Birinchi bosqichda o'quvchilarimizdan matematika, fizika, ingliz tili yo'nalishidan bo'lgan bo'lsa, imtihonlarimiz ayni damda hozir bu aniq fanlar hamda tabiiy fanlar yo'nalishida hamda ertangi kunimizda ingliz tili fanidan o'quvchilarimiz imtihon jarayonlarini topshirishadi. Bizni hamkor tashkilotlarimiz yaqindan biz bilan hamkorlikda ish olib borayotgan, demak, tabiiy fanlar hamda aniq fanlar yo'nalishidagi imtihonlarimizni Marshall Cavendish bilan amalga oshirayotgan bo'lsak, ertangi ingliz tilidan bo'ladigan kompyuterda tashlangan test jarayonlarimizni Britaniya kengashi bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. Bu maktabni boshqalardan ajratib turadigan eng muhim jihat xalqaro International Baccalaureate, ya'ni IB diplomini berish huquqiga ega ekani. E'tiborlisi, maktab xalqaro IB tashkiloti tarixida rekord darajada atigi 4 oy ichida to'liq akkreditatsiyadan o'tib, IB World School maqomini olgan dunyodagi birinchi ta'lim muassasasiga aylandi. Bundan tashqari, aynan shu maktab tashabbusi bilan o'zbek tili ilk bor IB diplomi program dasturiga o'zbek ona tili fani sifatida kiritildi. Bu esa milliy ta'lim tarixida ham muhim voqea sifatida baholanmoqda. Yakunda 60 nafar nomzodlarimiz maktabga o'quvchi sifatida tavsiya qilinishadi va bular davlat tomonidan to'liq moliyalashtiriladigan va dunyoning top 10 talik universitetlariga maqsadli tayyorlanadigan o'quvchilar qatoriga kirishadi. Ular bevosita Harvard, MIT, Stanford, Oxford kabi universitetlarda kelajakda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Va maktabni bitiruvchilariga o'z navbatida maktab tugatganligini tasdiqlovchi shahodatnoma bilan bir qatorda o'sha IB DP programmasi asosida diplom ham taqdim qilinadi va bu diplom dunyodagi yuqorida sanab o'tilgan universitetlarda ikkinchi kursdan o'qish imkoniyatini ham beradi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur ta'lim muassasasi qisqa vaqt ichida xalqaro maydonda ham e'tirof etildi. Endi esa bu yerga qabul qilingan 60 nafar iqtidorli yoshning kelajakda nafaqat O'zbekiston, balki jahon ilm fani va innovatsiyasiga munosib hissa qo'shishi kutilmoqda. Sohiba Akromova, Aydos Yermekbayev, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.